Alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun ertalab uyg'onishim bilan yaxshi xabarlar ko'rsanglar. Telefonim tinmayapti, direct tinmayapti. Bu yoqdan ishxonamga, xodimlarimga telefon qilishyapti, duo qilishyapti. Baraka topinglar deyishyapti. Bilmaymiz nimaga unaqa. Nimaga desak, turmush o'rtog'ingiz bitta nogiron qizga uy sovg'a qildilar deyishyapti. Xabarim yo'q. Bir og'iz aytib qo'ymaganlar. Dugonalarim telefon qilib Shahzoda baraka topdim. Hamma meni duo qilyapti-da. O'zim bilmayman nimagaligini. Keyin bilsam, xo'jayinim o'sha yaqindagina o'sha avtohalokat mavzusida ko'pchiligiga bir muhokama bo'layotgan mavzu, ya'ni klip syomkasida avariya bo'lgan qiz. O'sha qizni taqdiriga befarq bo'lmasdan turmush o'rtog'im uy sovg'a qilgan ekanlar. Bir og'iz aytib qo'ymaganlar, hamma meni duo qilyapti. Men aytdim keyin, "Yo'q, meni xabarim yo'q edi." Aytmoqchimanki, bu meni sovg'am emas o'rtoqlar. Yana chet ellardan ham ko'pchilik minnatdorchilik bildirib, Instagramlarga qo'yib, yig'lab, duo qilib yozishibdi. Shahzoda Muhammedova, Marat Xayrullayevich, befarq bo'lmaganlarga rahmat, baraka topinglar, shunaqa duo qilishyapti. O'rtoqlar, meni xabarim yo'q edi. Bu meni sovg'am emas, bu turmush o'rtog'imning sovg'alari. Agar imkonlari bo'lganda edi, ya'ni imkonimiz bo'lganda edi, butun O'zbekistondagi hech kimni uysiz qilmasdan hammaga uy tarqatgan bo'lardik. Afsuski, buni hech ham iloji yo'q. Ko'p hollarda ishxonamga kelishadi, yordam so'rab, turmush o'rtog'im ishxonalariga kelishadi. Bizani o'zimizni qaramog'imizga olgan va o'zimiz yordam beradigan insonlar bor. O'sha insonlarga biz befarq bo'lmagan holda yordam beramiz. Ya'ni hammaga afsuski yordam bera olmaymiz. Chunki har bitta insonning o'ziga yarasha budjeti bo'ladi, bilasizlar, xarajatlari bo'ladi. Ba'zi hollarda men juda ham hijolat bo'laman. Yordam so'rab, yig'lab, siqitab kelishsa, yuragim eziladi, achinadi. Qaniydi hamma insonlarga yordam bera olsam. Ajab emas, Allohga oson, kelajakda balki shunaqangi Alloh qodir qilib qo'ysaki, biz hammaga yordam bera olsak-da, shunaqa kunlar kelsin, xudo xolasa. Eng avvalo yordamga muhtoj inson qolmasin. Men shunga duo qilaman. Hammani o'ziga yarasha orzu havasi ushalsin, farzandlaridan ko'rsin, hamma uy-joyli bo'lib, baxtli, saodatli bo'lib, kasbli, hunarli bo'lib ketsin, eng asosiysi. Lekin aytmoqchimanki, shunaqa turmush o'rtog'im o'zlarining prinsiplari bor. Faqatgina haqiqatdan ham qiynalgan inson bo'lsa, o'zlari ko'z ostlariga olib, o'zlari orientir olib, keyin munosibiga taqdim qiladilar. Mana yaqindagina bitta nogiron farzandi bor va o'zlari ham kasal, yoshlari katta ayol borlar. O'sha insonni ancha yil kuzatib turib, tahlil qilib, keyin shu mana yaqindagina uy sovg'a qildilar. Hali u ayol bilan uchrashganicha yo'q. O'zi turmush o'rtog'im juda ham qattiq qo'l bo'lib ko'ringanlari bilan, juda ham jiddiy ko'ringanlari bilan, juda ham ko'ngli bo'sh inson va atrofga befarq emas, umuman oilani taqdiriga, nafaqat bizning oila, balki butun qarindoshlarning taqdiriga umuman befarq bo'lmagan bir oilaparvar, bir mehridaryo inson. Lekin bunda o'ylab qarasak, bu uy-joy, mol-mulk hammasi bir taraf. Eng asosiysi insonning sog'lig'i, salomatligi ekan. Shu uchun men aytmoqchi edimki, mana shu avtohalokatga uchragan qizimiz tezroq oyoqqa turib, sog'ayib, baxtli bo'lib, yaxshi joylarga kelin bo'lib, ko'rmagandek bo'lib ketsin. Hech qaysi inson dard ko'rmasin ekan. O'zi bo'lib o'tgan voqealarni ko'rib, shu qizni o'ylab, siqilib, o'zi tanimas ekanman u qizni. Shu qizni holatini ko'rib, shunaqangi jonim achib, bir ona sifatida juda siqildim. Chunki hech qaysi inson bir o'zini farzandida shunaqa holat bo'lishini, o'zini yaqinida shunaqa holat bo'lishini hech ham xohlamaydi. Eng qiyini bu onaga qiyin va joni og'riyotgan qizimizga qiyin. Professional bo'lgan rejissyorlar, professional bo'lgan komanda har doim strafovka oladi. Aytmoqchimanki, turli xil modeldagi avtomobillarni haydagan bo'lsam ham, praktikam zo'r bo'lsa ham, ko'zim yetmaydiki, yangi avtomobilga o'tirayotganimda, ya'ni begona insonni mashinasiga o'tirayotganimda men qo'rqaman.
to'g'risi qo'rqaman. Bir so'z bilan aytganda, xonanda Ozoda Nursaidovaga ijodiy jamoa keraksiz joyda bir ish orttirishdi, bir boshiga muammo orttirishdi. O'shanda bilganman, mashhur xonandalar epizodlar suratga olinganda jarayonda ishtirok etmasligini, ya'ni xonandalarni qo'shiq kuylaydigan trek joyi boshqa kuni kechqurun yana alohida harakat bilan studiyada yoki bir dekoratsiya qanaqadir joyda boshqa obyektda alohida suratga olinar ekan. Biz saytikdan chiqdik. Milana